Kimyo noldan mavzulashtirilgan testlar to'plami video yechimlari alkanlar mavzusi bo'yicha video tahlillarimizni davom ettiramiz. Har bir tipdan, demak, birinchi savolni tahlilini ko'rsatib o'tamiz. Demak, birinchi tip, birinchi savol. Quyidagi moddalardan qaysi biri alkanlar sinfiga mansub? Demak, alkanlarda umumiy formulasi CnH2n plus 2 formulaga ega bo'ladi va biz mana shu formaga mos bo'lgan javob topishimiz kerak. Bu yerda CnH2n forma bo'lyaptimi A javobda? Xo'p, B javobda D ni ko'raylik. D da CnH2n plus 2 bo'lyapti. Bu yerda CnH2n minus 36 minus 16 bo'lyapti bu. Umuman mos kelmaydi. Bu yerda CnH2n minus 6 ga to'g'ri kelyapti mana bu. Shunda bizda alkan sinfiga mos bo'lgan javob bu yerda D javobda mos kelyapti umumiy formamizga. Demak, birinchi tip, birinchi savolda A javob to'g'ri bo'lyapti. Xo'p, ikkinchi tip savolga o'tamiz. Ushbu alkanni ratsional nomenklatura bo'yicha nomlang deydi. Biz birinchi mana shu savolda berilgan alkanni tuzilish formasini keltirib olamiz. CH3 uglerod, keyin ikkita metili bor. Keyin bu yoqda CH3. Endi bunda ratsional nomenklaturada o'zi metan markaz deb qarab nomlash kerak bo'ladi. Ya'ni har bir uglevodorod yoki har bir alkan metandan hosil bo'lgan, ya'ni metandagi vodorodlarni radikallar bilan o'rin almashinishidan hosil bo'lgan deb qarash mumkin. Xo'p. Birinchi biz mana shu o'rtadagi uglerod oldin metan bo'lgan, undan keyin ana shu 4 ta vodorodi radikal bilan o'rin almashib, demak, hosil bo'lgan deb qaraydigan bo'lsak, bu yerda tetrametil metan hosil bo'ladi. Bu nom bizda bor. Mana bu yerda A javob turibdi. Demak, bizda hozir A javob to'g'ri bo'lyapti. Endi xo'p, B javobdagi modda qanday bo'ladi tuzilishi degan bo'lsak, mana shu nimasini ko'rsak, dimetil propan. Bunday nom bo'lmaydi. Dimetil etan. Dimetil propan. 2 dimetil propan. Bu ikkalasi bir xil narsa bo'ladi-da, chunki dimetil faqat propanda 2 holatda bo'ladi. Mana bu B bilan D ikkalasi bir xil modda buni. Ya'ni bunday bo'ladi tuzilish. Endi bu ham tuzilishga mos keladi. Mana shu holatda tuzilishga mos keladi, lekin bu yerda propan hosila deb qaralyapti-da. Ratsional nomenklaturada metan hosila deyiladi. Bunda etan hosila deyapti. Etan bo'ladi-da, yo'q, bu to'g'ri kelmaydi. Baribir bizda A javobga mos keladi shu narsa. Xo'p, uchinchi maxsus 21-savol. Quyidagi alkanni sistematik nomenklatura bo'yicha nomlang deydi. Demak, biz ushbu alkanni struktura formulasini keltirib o'tamiz. Xo'p, endi bu simmetrik tuzilishda bo'ladi. Ikki tomoni ham bir xil. Xo'p, demak, bu birinchi, bu ikkinchi, bu uchinchi uglerod atomi. Shunda ikkinchida va ikkinchida metil radikali bor. Demak, 2 dimetil propan bo'lyapti. Sistematik nomenklatura bo'yicha 2 dimetil propan bizda D javobda joylashgan. Demak, mana bu uchinchi maxsusimiz sistematik nomenklatura bo'yicha edi. Ikkinchi maxsusimiz esa ratsional nomenklatura edi. Ratsional nomenklatura fikrlab nomlash, qayta aytib o'tamiz. Xo'p, to'rtinchi maxsus 31-savol. 2 metil geksan molekulasida nechta birlamchi uglerod bor deydi. Geksan. Xo'p. 1 2 3 4 5
6. Demak, geksan molekulasi bo'ldi. Vodorodlarni endi yozib chiqamiz. Xo'p, 2 metil. Mana bu. Endi vodorodlarni yozib chiqsak. Bu yerda bitta vodorod, bunda ikkita vodorod. Xo'p, bunda ham ikkita. Xo'p, bunda ham ikkita. Bunda 3 ta. Xo'p, bizdan so'rayapti birlamchi uglerodlarda. Birlamchi uglerod deganimiz faqat bitta uglerod bilan bog'langan uglerodlar. Bizda mana shu yerda bu birlamchi, mana sariq rangda belgilayapman. Bular birlamchi bo'ladi. Ya'ni eng chetdagi uglerodlar deyilgan birlamchi uglerodlar soni shunda bizda 3 ta bo'lyapti. Xo'p, keling endi shu yerda ikkilamchi uglerodlarni ham topaylik. Mana bu qizil rangda belgilayapman. Bular demak ikkilamchi uglerodlar. Ikkita uglerod bilan bog'lanyapti-da. Ikkilamchi uglerodlar, demak shunda bizda 3 ta bo'lyapti. Xo'p, endi shu o'rinda to'rtlamchi uglerodlarni ham hisoblab ketaylik. Mana bu yashil rangda belgiladim. Uchlamchi uglerod deyish, uzr. Uchlamchi uglerodimiz ham bitta bo'lyapti. Bizdan mana bu birlamchi uglerodlar soni so'ralgan. 3 ta. To'g'ri javob shunda C javob to'g'ri bo'lyapti. Endi sizlar keyingi mana shu maxsus savollarda, navbatdagi savollarda boshqa bir molekulani sistematik nomini berib qo'yib, undagi shu birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi yoki bo'lmasa to'rtlamchi uglerodlarni so'rashligi mumkin bo'ladi. Mana shu ko'rsatilgan holatda bularni topib ishlayverasiz. 5-chi maxsus. Demak, quyidagi aralashmalar metil bramid, etil bramid, keyin bu izopropil bramid adashmasam, izopropil bramid aralashmasiga natriy metal ta'sir ettirilganda quyidagi alkaldan qaysi biri hosil bo'lmaydi deyapti. Xo'p, endi bir boshdan yozib chiqamiz-da. Shunda bu yerda 1 2 3 4 5 6 ta alkan hosil bo'ladi. Ya'ni 6 ta reaksiya yozamiz. Xo'p, birinchisi metil bramid bilan metil bramid o'zi. Demak, virus reaksiyasini mana bunday holatda yozaman, tushunarli bo'lishligi uchun. Xo'p, plyusdan demak 2 ta natriy. Bu yerda bog' uziladi mana bu joydan va minusdan 2 dona natriy bramida hosil bo'ladi. Keyin CH3 chiqadi. Ushbu alkanimizning nomi demak etan bo'ladi. Birinchi etan chiqdi. Endi etilni o'zidan C2H5 brom. Demak, C2H5 brom. Virus reaksiyasi bo'yicha boshda birinchidan har biridan bittadan chiqazamiz, ya'ni mahsulot hosil qilamiz. Xo'p, bu yerda demak minus 2 ta natriy bramid ajraladi. Keyin C2H5 radikal, ya'ni etil radikaldan ikkalasi bir-biri bilan birlashsa, bu normal butanni hosil qiladi. Butan deylik. Xo'p, 3-chi reaksiyamiz bu endi mana bu izopropil. Bunda eksayda CH3 brom qilsak, keyin bundan yana bitta yozsak CH3 pastga metilni pastga tushiramizda. Xo'p, bu tomonga brom yozsak, plyusdan demak natriy bo'ladi. Xo'p, demak bu yerda natriy bramid bo'lib chiqib ketadi. Keyin mana shu uzilgan joydan birlashadi. Masalan, CH3 xuddi shundan yana bitta. Xo'p, demak buni nomi 2,3 dimetil butan. Mana 1 2 3 4 qilaylik. Ya'ni 2,3 dimetil butan. Xo'p, demak navbatdagi savolga o'tamiz. Ya'ni navbatdagi reaksiyaga deylik. 3-chi bo'ldi. Endi bu bilan bu ikkalasi. CH3 brom. Demak C2H5 brom bo'lsin.
Xo'p, plus bu demak ikkita natriy metalli bilan ta'sirlashsa bu 2 bu. Xo'p, bu yerda demak 2 molekula natriy bromid chiqib ketadi. Ya'ni bog' uzilish sxemasini ham ko'rsatamiz. Mana shunday bo'lib. Keyin CH3, keyin C2H5 qoladi bu yerda. Ya'ni CH3, C2H5. Xo'p, shunda bu propanga to'g'ri keladi. Propan nomi, endi tuzilishni kelishi bo'yicha yozyapman, buni eshitmoq qilmasam. Xo'p, 5-reaksiyamiz endi mana bu ikkalasi bo'ladi-da, bu ikkalasi yuqoriga qarang. Mana shu ikkalasi bo'yicha. Ya'ni C2H5 brom va CH3, CH metil, keyin bu yoqda brom bilan demak ikkita natriy reaksiya kirishyapti. Bu yerda demak bog' uzilishi mana bunday bu tomondan uzilib mana shunday birlashadi. Keyin shunda bu yerda hosil bo'ladi C2H5 CH3 buni nomi endi 1 2 3 4 ta nima bo'lyapti? 2 metil butan bo'ladi buni nomi. 2 metil butan. Va oxirgi 6-reaksiyamiz bo'ladi. Endi birinchi bilan mana bu 3-moddalarimiz o'zaro virus reaksiyasida qatnashadi. Butanimiz 2 bo'ldim. Xo'p, oxirgi bo'lsa brom, keyin CH3 bo'ladi. Bu yerda demak brom hosil bo'ladi. Plyusdan 2 dona natriy bo'ladi. Chiqsa demak minus 2 dona natriy bromid hosil bo'lyapti. Shunda mana buni uzilgan joyiga metil olib kelib qo'yamiz. CH3 uzilgan joyiga metil olib kelib qo'ysak, bo'ldi. Demak, buni nomi 2 metil propan. 2 metil propan. Xo'p, demak, umumiy mahsulotlarni yozib chiqdik. Ya'ni etan hosil bo'ldi bizda. Butan, 2,3 dimetil butan, propan, 2 metil butan, 3 metil propan hosil bo'lyapti. Endi savol aytayaptiki bizga qaysi birisi, javoblardan qaysi birisi hosil bo'lmaydi deb savol beryapti. Xo'p, endi A javob etan deyapti. Etan bor bizda. Etan bor. Mana birinchida turibdi o'zi etan. Xo'p, B javob butan deyapti. Butan ham bor. Mana ikkinchida turibdi. Butan bor. Xo'p, keyin C javobda 2,3 dimetil butan. 2,3 dimetil butan mana 3-chi turibdi, bu ham bor. 4-chi pentan. Pentan molekulasi biz hosil qilmadik. Pentan hosil bo'lmaydi bu yerda. Shunda to'g'ri javob pentan bo'ladi. Chunki savolda qaysi modda hosil qilib bo'lmaydi bu kombinatsiyalardan degan narsa tushganda, shunda bu yerda to'g'ri javob D javob bo'lyapti. 5-tip birinchi savolda. Xo'p, biz navbatdagi tipga o'tamiz. 6-tip. Xo'p, 46 gram metan va etan aralashmasi yondirilganda 90 gram suv hosil bo'ldi. Dastlabki aralashmadagi metanni massasini toping deydi. Xo'p, birinchi mana shu reaksiya tenglamalarini yozib chiqamiz. Ya'ni metan kislorodda yoqsak, demak karbonat angidrid hosil bo'ladi va suv molekulasi hosil bo'lib, bu yerga 2, bu yerga 2 qo'yamiz. Keyin etanni yoqiydigan bo'lsak, demak karbonat angidrid va suv hosil bo'ladi bunda ham. 2, 3 qilsak 4, 7, 3,5 bo'ladi. Shunda kislorodda oldi. Xo'p, endi bizda mana bu narsa berib qo'ygan umumiy dastlabki massa 46 gram va 90 gram suv hosil bo'ladi deyapti. Demak, biz suvni modda miqdorini topib ishlasak bo'ladi. 90 ni 18 ga bo'lsak 5 mol suv bo'lyapti. Demak 5 mol ana bo'lyapti. Umumiy suv hosil bo'lyapti.
Xo'p, shunda dastlabki aralashmada X mol metan deylik, Y mol etan deylik. Bu tomonga o'tganimizda 2x mol suv hosil bo'ladi. Bundan o'tganimizda esa 3y mol suv hosil bo'lyapti. Endi biz tenglama tuzib olsak bo'ladi. Ya'ni 16x metanning massasi, hop 30y bu etanning massasi. Umumiy 46 ni bersa, hop x plus y esa demak bizda x plus emas, 2x plusdan 3y uzr. Suvda nimasida 2x plus 3y 5 bo'lishi kerak. Mana shu tenglamalar sistemasini ishlaymiz. 8 ga ko'paytiraylik pastda. Shunda 16x plusdan 24y teng 40 ga teng bo'ladi. Endi ayiramiz. 16 dan 16 ni ayirsak qisqarib ketadi. 30 dan 24 ni ayirsak 6y, 46 dan 40 ni ayirsak 6. Y teng 1. Xo'p, y teng 1 bo'ladigan bo'lsa, 3 da y ga ko'paytirsak 3, 5 dan 3 ni ayirsak 2, x'imiz ham shunda 1 ga teng bo'ladi. Xo'p, bizdan savol shartida metanning massasini toping deb so'ragan. Metanning massasi, xo'p, demak 1 ni 16 ga ko'paytiramiz. 16 grammga teng bo'ladi va bizda mana shu birinchi tipda, birinchi savol, 6-tip A javob demak to'g'ri bo'ladi. Navbatdagi tipga o'tamiz. Xo'p, 32 gram noma'lum alkan monoxlorlanganda 101 gram monoxlor alkan hosil bo'ldi. Alkan tarkibidagi sp3 gibridlangan orbitallar sonini toping. Dastlabki alkan tarkibi nazarda tutilyapti. Xo'p, demak birinchi biz reaksiya tenglamasini umumiy holatda yozib olamiz. Ya'ni monoxlorlanyapti zanjir reaksiyasi bo'yicha. CnH2n plus 1 xlor plusdan H xlor bo'lib chiqyapti. Xo'p, endi bu alkanimizning massasi 32 gram, nimamiz 101 gram bo'lyapti. Monoxlor alkanimiz. Buni radikal plus 1 desak, emerini. Buni radikal plusdan 35,5 qilsak. Va bu qiymatlar bir-biriga teng bo'lishligi kerak. Mollari bir-biriga teng, reaksiya teng-ku. Ya'ni 32 ni emeri R plus 1, alkan emeri taqsim 101 ni R plus 35,5 ga nisbati. Xo'p, shunda xo'p 32 R plusdan 32 ni ko'paytiramiz 35,5 ga. 1136 bo'lyapti va 101 R plusdan 101 ni o'zi bu yoqqa ko'paysa. Natijada 101 dan 32 ni ayirsak 69 radikal qolyapti. Xo'p, 1136 dan 101 ni ayiradigan bo'lsak 1035 hosil bo'lyapti. Va 1035 ni 69 ga bo'lsak radikal qiymati 15 ga teng bo'lyapti. Va 15 ga teng bo'lgan radikalimiz bu metil radikali hisoblanadi. Metil radikali. Demak, dastlabki alkanimiz bu metan bo'lgan. Metanda bir dona uglet sp3 gibridlangan. sp3 gibrid orbitallar sonini topish uchun 1 da demak 4 ga ko'paytiramiz. sp3 gibrid orbitallar soni bizda 4 ga teng bo'ladi. To'g'ri javob bu yerda A javob to'g'ri bo'ladi. Xo'p, 8-tip Fisher-Tropsch reaksiyasi bo'yicha mos ravishda mol nisbatlari 1, 2, 3 bo'lgan metan, etan va propan aralashmasi sintez qilingan bo'lsa, reaksiyada sarflangan vodorodning massasini hisoblang degan savol shart ekan. Xo'p, biz mana shu joyga Fisher-Tropsch reaksiyasini umumiy holatda yozilishini qo'yib olamiz. Mana shu tursa bo'ladi. Umumiy bitta reaksiya qilib yozamiz.
alohida yozsak ham bo'ladi. Alohida yozishga shuni reaksiya qilib, ya'ni metan, birinchi metan hosil bo'lish reaksiyasini yozamiz. Ya'ni is gazi plyusdan 2 plus 3 bo'ladi. 3 dona vodorod, keyin metan hosil bo'lsin. Plyusdan demak suv hosil bo'lishi kerak. Kobalt nikel katalizator bo'lyapti. Xo'p, mayli. Endi etan hosil bo'lishi kerak. 5 dona suv, keyin C2H6, keyin 2 dona suv molekulasi hosil bo'lyapti. Xo'p, endi keyingisi mana bu propan hosil bo'lish reaksiyasi. 7 suv bo'la qolsin. Demak C3H8 plyusdan demak 3 molekula suv bo'lyapti. Xo'p, bularda mol nisbatlari mos ravishda 1 2 3, ya'ni x mol metan sarflansa 2x mol etan hosil bo'ladi va 3x mol propan hosil bo'ladi. Endigi navbat bu massa 104 gram bo'lyapti, umumiy aralashmaning massasi. Ya'ni 16x plyusdan 60x bo'ladi. Bu 2x mol etanning massasi va 44 ni 3 ga ko'paytirsak 132x gram bo'ladi. 132 mana bu 44 nimasida. Hop, 132 ga 60 ni ustiga 16 ni qo'shsak 208 bo'lyapti. Umumiy massa 104 ga teng bo'lyapti. Xo'p, shunda 208x teng 104 bo'layotgan bo'lsa, xo'p, x ning qiymati 0.5 ga teng. Xo'p, endi vodorodning miqdoriga o'tib olamiz, bunday. Bu yoqqa o'tganimizda 3x, bu yoqqa o'tganimizda 10x, keyin bu yoqqa o'tganimizda umumiy 21x bo'lyapti. Xo'p, shunda vodorodning umumiy miqdori bizda hozir 34x bo'lyapti-da. 34x bo'ladigan bo'lsa x mol. Shunda x teng 0.5 bo'lsa, vodorodning miqdori 34 ni ko'paytiramiz 0.5 ga, ya'ni 17 molga teng bo'lyapti. Shunda massa vodorodni hisoblaydigan bo'lsak, 17 ni ko'paytiramiz 2 ga. Shunda 34 gram hosil bo'ladi-da. To'g'ri javob bu tipda A javob demak to'g'ri bo'lyapti. Marlow-Fisher-Tropsch reaksiyasi bo'yicha. Xo'p, demak 9-chi tipga o'tamiz. Molekulasida 19 ta sigma bog' saqlagan alkanni necha gram miqdori monoxlorlanganda 73 gram H-xlor hosil bo'ladi deyapti. Qarang endi. 0 dan boshlaymizda buni sigma bog'lar sonini topishdan dedik-ku. Alkanlarda umumiy formulasi mana shunday holatda. Umumiy formula. Xo'p, endi bizda ikki xil bog' bo'ladi. Ya'ni uglerod bog'i va uglerod-vodorod bog'i bo'ladi. Uglerod bog'lar soni alkanlarda ochiq zanjir bo'lganligi uchun n-1 bo'ladi. Xo'p, uglerod-vodorod bog'lar soni 2n+2 bo'ladi va hammasi sigma bog' bo'ladi bularda. Bitta narsa bo'lishi kerak-da. Hammasi sigma, qo'sh bog' yo'q-da, bu to'yingan uglevodorodlar bo'lgani uchun hammasi sigma bog' bo'lyapti. Shunda umumiy bog'lar soni 3n+1. 3n+1. Bizga aytayapti savol shartida. Mana shu 19 ga teng bo'lsin deyapti. 19. Shunda 3n teng 18, n teng 6. Demak, noma'lum alkanimiz bizda S6H14, ya'ni geksan molekulasi bo'lib chiqyapti. Xo'p, endi mana shu geksanda S6H14 ni monoxlorlayapmiz xlor molekulasi bilan. S6H13 xlor plyusdan
xlor hosil bo'lyapti. 73 gram H xlor hosil bo'ladi deydi. 73 gram H xlor. Demak, bu 73 gram bo'layotgan bo'lsa, bu 36,5 gram. Necha gram miqdori? Mana shu nimaniki? 12 ni 12 ga 12 ni 6 ga ko'paytirib, ustiga 14 ni qo'shsak, demak 86. Natijada bu yerda hosil bo'lgan geksanning massasi 172 gram, ya'ni 172 gram geksan monoxlorlanganda 73 gram H xlor ajralishi kerak. To'g'ri javob 9-tipda birinchi savolda A javob to'g'ri bo'lyapti. Xo'p, 10-maxsusga o'tamiz. Bertoli usulida metan sintez qilish reaksiyasidan hosil bo'lgan tuz va gazning massalar ayirmasi 62,4 ga teng bo'lsa, massalar ayirmasi teng bo'lsa, reaksiya uchun olingan misli massasini hisoblang deydi. Xo'p, birinchi mana shu yerga Bertoli reaksiyasini olib kelib qo'yamiz. Va mana shu reaksiya tenglamasini boshdan yozamiz endi. Demak, uglerod bisulfidi 2 molekula vodorod sulfidi plus 8 dona mis, keyin metan, xo'p, demak 4 dona mis 1 sulfidi hosil bo'lyapti. Endi reaksiya teng. Bundan X mol olib boshlaylik. X mol. Xo'p, vodorod sulfidimiz ham X mol. Mis 8X mol. Koeffitsiyentga moslab ketamizda. Xo'p, gaz bu metan. X mol va bu 4X mol. Endi ko'rinib turibdiki, bu yerda mana bu mis 1 sulfidni massasi ko'proq, emeri ham ko'p, moli ham ko'p. Shuning uchun savol sharti aytyapti bizga, bu yerdagi tuzni massasidan, ya'ni mis 1 sulfidni massasidan mana bu metanni massasini ayirganimiz 62,4 ga teng bo'lsin deyapti. Ya'ni 64 ni 2 ga ko'paytirib ustiga 32 ni qo'shadigan bo'lsak 160. Ne qilaydi? 160 ko'paytiruv 4x minusdan 16x teng, demak 62,4 bo'lsin. 160 ni 4 ga ko'paytirsak 640, 640 dan ham 16 ni ayirsak 624 qoladi mana bu joyda o'zida. Demak 624x teng 62,4 bo'layotgan bo'lsa, x teng 0,1 bo'lyapti. Xo'p, bizdan mana shu savol shartida reaksiya uchun olingan misni massasi so'ralyapti. Mana bu joyda mis. Shunda birinchi biz misni modda miqdorini hisoblaymiz. 8x qilganmiz. 8 ko'paytiruv 0,1 bo'lsa, shunda 0,8 mol mis qatnashgan reaksiyada va mana shu misni massasini hisoblashimiz uchun 0,8 ni 64 ga ko'paytirib ketishligimiz kerak bo'ladi. Bu yerda demak 51,2 gram mis reaksiyada qatnashgan va ushbu 10-maxsusda to'g'ri javob A javob bo'lyapti. Demak, kimyo noldan to'plami alkanlar mavzusi bo'yicha video yechimlar shundan iborat edi. Video yechimlar muallifi Temur Rustamich.